Hammaga assalomu alaykum. Maqsad Mod kanaliga xush kelibsizlar. Anchadan beri kutilgan CRT, Free Mentorship o'zbek tilida. Bundan boshlab YouTube kanaliga tekin darsliklar qo'yib boriladi. Mentorship 1-2 oyda tugatishga harakat qilamiz. Hamma videolarni o'tkazmasdan ko'rishga tavsiya beraman. Harakat qilinglar. Xo'p. Mentorshipga keladigan bo'lsak, bu mentorship ichida именно mani strategiyam ko'rasizlar. Birin-ketin hammasini o'rgatib boraman. Bu strategiya na Twitterda, na YouTube'da, na Instagramda yo'q, chunki bu strategiyani birinchi bo'lib O'zbekistonda men olib kirganman. Kimdir hozir aytish mumkin, sen Ramodan o'g'irlagansan, boshqa narsa, lekin unga atvet xudo xolisa topamiz, chunki Ramo mentorshipga qo'shilganman. Bitta chatda gaplashishga возможность bo'ladi, xudo xolisa. Hop. Ramo boshlamasdan oldin bu strategiya, bu formula именно men shogirdlarim birinchi bo'lib o'rganishgan pulli mentorship ichida. Endi vaqti keldi, bu narsa YouTube'ga ochiq dostupda qolib ketadi. Hop. CRT o'ziga keladigan bo'lsak, CRT o'zi bu nima? Weekly CRT OXLC. Bugun OXLC dan boshlamoqchiman. OXLC bu o'zi nima? Bu CRTni eng asnovasi ham desa bo'ladi, eng kerakli narsasi, chunki biz switchlar bilan ishlaymiz. Candle range theory deganda bizda именно candle bu bizda switch. O'sha range teoriyada eng birinchi kerakli narsa bu OXLC. OXLC bu switchlarni ochilib yopilishiga javob beradigan narsa. Любой switchingizni ko'rishingiz mumkin, qayerda ochilgan, qayerda yopilgan. Buni sababi buy switchga bo'ladimi? Ko'rishimiz mumkinki, switch ochilgan joyi, low mamtga qo'yib qo'ying, ochilgan joyi low yasagan, high yasagan, close bo'lgan. Nima yashil yopilgan? Ochilgan joydan buy yurib, yashil switch bo'lib yopilgan. Endi qizil switchga keladigan bo'lsak, bizda switchga nima bo'lyapti? Open ochilyapti, birinchi high yasab, keyin close ga tushyapti. Close yasab, low yasab, close bo'lyapti, yopilyapti. Ochilgan joydan pastga yurib, qizil switch bo'lib yopilyapti. OXLC temasi nima kerak? Keyingi darsliklarda уже H1 dailyda ham именно ikkinchi fazada biz o'zi CRTda manipulation harakatni ko'rish uchun yordam beradigan narsa OXLC. Uchinchi switchga или ikkinchini o'zi bizda distribution bo'lishi mumkin. Chunki ko'p momentlarda ikkinchi switch 50% ni olyapti, или 100% CRT'li olyapti. Uni ham ko'rib chiqamiz. Hop. OXLCni tushundinglar deb o'ylayman. Endi weekly CRT o'tamiz. Birin-ketin katta time framedan kichik time frame'ga tushamiz keyingi darslikda. Bugungi mavzu weekly CRT. Weekly CRT qachon bo'ladi? Time zonalari bor. Weekly CRT. Time zonasi bu oyi boshi, birinchi, ikkinchi haftasi. O'zbek tilida xato yozsam ahamiyat bermaysizlar, chunki men o'zbek tilida o'qimaganman, yozishni ham bilmayman, gapirishni bilaman. O'rtasi. Hop, mavzudan cheklashmaymiz. Ikkinchi, uchinchi haftasi oyi oxiri. 3-4 haftasi. Bu weekly CRT'ning time zonasi. Endi любой CRT'ni ishlataman desangiz, boshida sizga 3 ta kerakli narsa, bu birinchi narsa time and price. Vaqtga asoslanib ishlashingiz kerak, keyin уже доставка цены. Time and price bo'yicha отдельный yana video chiqadi mentorship ichida, chunki bu juda katta mavzu. Buni tushunib olish uchun ham juda ko'p vaqt ketadi. Именно tradingda ham, hayotda ham birinchi vaqt главный rolni o'ynaydi. Time and price, PDRA nima bizada? Trend bilan to'g'ri ishlashga yordam beradigan narsa. Любой CRT counter trend bo'layotgan bo'lsa, bu sizni
50% rangegacha ishlashga signal beradi, chunki counter trend движенияda CRT bo'lib qolishi mumkin. Bo'ladi unaqasi. Sizda targetingiz har doim bo'lishi kerak. Qarangki 50% range или 100% CRT high low. Undan keyin buni hammasini K level bilan sachitать qilishimiz kerak. Любой CRT ni boshiga endi 3 ta narsani berib qo'ydim sizlar o'rganishingiz uchun: vaqt, trend и muhim zona. O'qilsin tushundinglar deb o'ylayman. Endi weekly tushib sizlarga primer ko'rsatmoqchi edim. Endi hamma switchlar bilan weekly tushamiz. Euro USD dan weekly da mantdan boshlashimiz mumkin. Понедельник 08-aprel oy 1-2 haftasi bo'lishi mumkin. 1-haftasi bo'ladi. Ko'rishimiz mumkinki 100% CRT highga chiqib ketgan. Xo'p, endi bu yerda o'qilsin qaraymiz desak, o'qilsa bu yerga nima to'g'ri keladi? Nima to'g'ri chiqqan? Open low high и close. Switchga ochilgan, men bu range harakatni sweep qilib low yasagan, undan keyin high yasab ochilgan joydan tepada yopilib bergan. Keyingi darsliklarda o'qilsin to'g'ri ishlatishni ko'rsatib beraman. O'sha H1 dailiga tushganda bu juda katta tema o'qilsa ham. Buni o'zingizlar ham praktika qilsanglar bo'ladi, backtest qilib. Ancha foydasi bor. Yana qachon bo'pti? Понедельник 13-may 1-haftasi bo'lishi mumkin, 2-haftasi bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa движение. Hop. Yana qayerda ko'rishimiz mumkinki, Понедельник 08-iyul 2024-yil. Hop. Bu yerda nima 100% tushib bermagan? Chunki yana aytaman, counter trend движение, bu yerda уже trend buyga o'zgargan. Shunda bizning 50% targetimizni CRT urib qo'ygan. Har doim trendga ahamiyat berib ishlanglar. Chunki K level ham juda muhim narsa. Именно bu yerda K level nima desanglar, mana bu rejection block bizada. Mana bu rejection block. K levelga отдельный video chiqadi, xudo xolasa. Bu hammasini birin-ketin o'rganish uchun baribir kerak narsa. K levellarni ham tushunchasini berib o'tib ketaman. Hop. Lekin bu videoda emas. Ko'rishimiz mumkinki, bu ham 50% ga tushib bergan. 100% emas. Bu switch уже yurib ketgandan keyin yasalgan. Hop. Yana qayerda primerlarimiz bo'lishi mumkin. Oxirgi primer buy side ko'tarib turinglar. Bittalik qilsa, sweep bor ko'rasizlar. Bu qachon bo'lgan? Понедельник 19-avgust 2024-yil. Oyi 2-haftasi bo'lishi mumkin. 100% CRT low'imiz olgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu hozir sizlarga agar домашний задание beradigan bo'lsam, valyutniy parallelda qidirib ko'ringlar. Именно men bergan time zone bo'yicha Euro, GBP, House USD, любой cross parada ham baribir ishlaydi bu narsa, lekin klassikada to'xtash kerak, major parallel. Bu o'zim ishlatadigan parallel bu Euro, GBP, House. DXY qarayman bo'ldi. Hop. Bu video sal qisqaroq bo'lishi mumkin. Juda kam kontent hozir, lekin buni o'rganish uchun ham ancha vaqt ketadi. Ko'proq backtest qilinglar, o'zingizlar ustingizda ishlanglar. Уже keyingi videolarda уже sal qiyinroq bo'ladi, chunki keyingi mavzular sal kattaroq, уже entrylar bo'lib qo'shilib ketiladi. Hop, домашний задание sizlarga o'zingizlar uchun любой parani ochasizlar, weekly topasizlar. Uni premium discountga sachitать qilib, K level topib, hammasini ko'rsatib beringlar menga, xohlasanglar o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar, Notion tutinglar, boshqa narsa. Bugungi darsligimiz sal qisqaroq bo'ldi, уже tugaydi.
Yengillik keladigan bo'lsak, bizada Discord server bor. Discord serverimizda nima bor? Analiz, live streamlar, mani o'zim analizlarim, psixologiya resurslar, boshqa narsalar imенно serchani o'rganish uchun ancha yordam beradigan narsa. Natijalarni ko'radigan bo'lsak, bolalar ancha yaxshi rezultatlar ko'rsatishyapti. Proplardan o'tib 100 ga, 10 ga, 50 ga hammasi sekin-sekin bo'lyapti. Hop. Ramo mentorship ham mana shu Discord serverimizda bo'ladi. Qo'shilib qo'yganman. 20-sentyabrdan boshlanadi, xudo xolasa. Bunga ham отдельный kontent именно Discord ichida bo'ladi. Hop, boshqa yengilliklarim yo'q. Keyingi videoda ko'rishguncha yaxshi dam olinglar, xayr.